Jondorda hali bunaqasi bo'lmagan. Shu yilning 6-noyabr kuni Jondor tumani markazida Nurli ta'lim o'quv markazi tomonidan 3 va 4-sinflar o'rtasida matematika fanidan Bilimlar ligasi nomli olimpiada bo'lib o'tadi. Joylar soni cheklangan bo'lib, olimpiada 150 kishiga mo'ljallangan va qatnashish mutlaqo bepul. G'oliblarga esa qiymati 3 million so'mdan ortiq bo'lgan sovrinlar qo'yilgan. Olimpiadadagi test tizimi mutlaqo o'zgacha uslubda bo'lib, faqatgina bilimli va o'zini kuchiga ishongangina o'quvchilar qatnasha oladi. Testdagi to'g'ri javoblarni belgilagan o'quvchiga ball beriladi va aksincha xato belgilagan o'quvchidan to'g'ri javob uchun beriladigan ballning yarmi ayirib tashladi. Agar javoblarni belgilamasa, undan ball ham ayrilmaydi va ball ham qo'shib berilmaydi. Nega aynan bunday tizim deydigan bo'lsak, bunda faqatgina o'zini kuchiga, bilimiga ishongangina o'quvchilar g'olib bo'ladi. Omadiga va tavakkal qilishga o'rgangan o'quvchilar esa bunda natija ko'rsata olishmaydi. Ro'yxatdan o'tish va olimpiadaning batafsil shartlari bo'yicha ma'lumot olish uchun Nurli ta'lim o'quv markazining Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin.